Oradan mana 3-4 kun o'tib, xatlarni sortirovka qilib, nima uchun shu kuni jangda unaqa yomon ish bo'lgani yo'q-ku. Men yutdim, u yutqazdi. Nimaga shuncha negativ bo'lyapti? Nima uchun unaqa heyt bo'lyapti? To'g'ri, u men bilan urusha olmadi. Men unga neudobniy sopernik bo'ldim. Uni aytdi Moskvada ham. Lekin shunda ham nimaga men negativ menga ko'p yozishyapti desam, hozir xatlarni o'qisam va analiz qilsam, oxirgi 3-4 kundagi xatlarni, kommentdagi odamlarni yozganini, o'zimga kelib qarg'ashomuz xatlar kelib tushayotgan o'qisam, endi miyam ko'rib qoldi-yu bu jalab. Bu onay nemagurlar Shamilni necha yillik jangchi deb, bayez deb anaqa qilgan ekan, pul tikishgan ekan unga hamma. Aziz bodybuilder, aziz bloger vayn payin oladi. Unaqa qo'lini zo'r otolmaydi, ozgina shug'ullangan bo'lsa ham hayotda yutolmaydi deb ular Shamilga tikkan ekan. Minglab xatlar kelyapti. Tak что, qumorbozlar, bundan 5 battar bo'llaring. Sen haromila bir martani gol tukanmi ham, Shahzod tukanmi ham xuddi mashina qilib depressiyaga tushirib qo'ydilar. Uni qarg'a urib, senga pul tikkandim deb. Tivarlar, senlar suka birovni o'ylamaysanlar. Senlar faqat o'zingni jig'ildoningni o'ylaysanlar-da. Keyingi turnirda ham menga tikinglar. Men sizlarga keyin yutqazib beraman. Ko'rdinglarmi, bizning taktika qanaqa? Ana akamga o'xshab, qumorni reklama qilgan itlar deb chiqmayman-da. Tinchgina bunday qilib, sekin akkuratni bilan nakazat qilsak, 2-3 marta yana iloji bo'lsa keyingi turnirda ham menga ko'proq tikkanlarni sezib qolsam yutqazib beraman. Amila chiqsin, battar bo'l. Zo'r bo'ldi-da. Bitta o'q bilan 3 ta quyon urdik. Birinchi quyon men shu yoshimda ringga ko'tarildim. Bu albatta zo'r. Bu sog'ligimdan dalolat. Ikkinchisi, haligi nima deydi? Promotionimiz 3-4 yilda ham bunaqa odamlarning og'ziga tushmagan. 2-3 kunda dazmolni qilsangiz promotion videolari chiqib keldi. O'sha mana klient chiqyapti promotionimizga 2000 ming dollar beramiz deyishyapti. Arzimagan pul tikdik, o'sha 2000 ming ko'tarib berdinglar. Uchinchisi, qumorbozlarni nakazat qildik. O'zi shunaqada